Nimaga sharm qilasan? Nima sarhaming bor sening? Nima qilding? Kimni zaminini olding? Kimni o'yiga o'zingni tashlading? Nima qilding? Qaysi millatga bad qilding? Ota bobong qaysi millatga bad qildi? Nima qilding ish? Eng yaxshi tarix senga, eng yaxshi o'qov senga, eng yaxshi uyat senga, eng yaxshi millat sen millat. Hamma o'z xalqimiz bo'ladi. Sizga bacham ol o'zing yaxshi qil, o'zingga qara. Sen o'zingga qaramasang, familiyangga qara olmaysan. So'ra shu ko'changga qara olmaysan, mahallangga qara olmaysan, shahringga qara olmaysan, mamlakatingga qara olmaysan, xalqingga qara olmaysan, o'zingga qara. Men o'zimni yaxshi ko'ray, sizdan ham yaxshi ko'raman. O'zim o'zimni yaxshi ko'raman, siz shu lajangizni yaxshi ko'raman, odam menga enerji beradi. Jons aytmoqchi, hammamiz bir xil bo'lamiz. Agar bir 8 oy, qarang, akam 8 oy Moykimda o'chirdim. 8 oy Arinog'an loyifiga bordim, eshitdim, tahlil umumiy qilindi, bu qarang millatni nima holga deb. Shu narsalarni hammasini ko'rib 8 oy mana men shular gapirataman bir odam tahammül qilib keldim. 8 oy eshitib keldim ki mana bu xalqni qayerdan ko'chadi, mana qayerdan gapiradi, mana bu nima qilib yuribdi, mana bu xalq nima qilib yuribdi. Ular nima qilib yuribdi, ularni hammasi chek qilib nima qilib aytdim, yo'q, Alloh bo'lmaydi. Bu o'z xalqimizni mana shu mediaga boshqasiga mana shuni ko'rsatmoq bo'ladi. Bildingiz? Ino ba'zi loyihaga bizlar boramiz, boshqalar loyihaga boramiz, boshqa qavmlar loyihaga boramiz. Suhbatlarni qiladilar, men aytaman, inoga, hay, endi bu yigitlarni ko'ribsan, mushkul yo'q, ammo tuzaladilar. Ammo unda yigitlari ham bor.